O'zida yana bir vaziyat paydo bo'lyapti. Gakpo boshini ushlamoqda. Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchini jarohatlab qo'yishimizga sal qoldi. Birinchi bo'limdan so'ng 1-0 va Niderlandiyada yana bir imkoniyat paydo bo'lyapti. Zarba yo'llanmoqda. Qaytardik. Sayfiyev oldingi chiziqqa to'pni chiqarib yubordi. Bitta gol penaltidan kiritilgani yodingizda bor. Bu birinchi bo'limning eng muhim vaziyati bo'ldi, lekin tan olishimiz kerak. Gollandlar ichda 3 ta vaziyatga ega bo'lishdi. Ayashdi desak ham bo'ladi. Endi o'rtoqlik o'yinida biz ham Kanada bilan kechgan uchrashuvda foydalanilmagan vaziyatlarimizdagi holat ularda bo'ldi. Umid qilamizki, Fabio Cannavaro ikkinchi bo'limda va shunaqa vaziyatga tushib qolsak nima qilish kerakligini ko'rsatib beradi. Asosiy o'yinlarga tayyorgarlik ekanligini bilishimiz mumkin, chunki tanaffusdan keyin ikkala jamoa ham unaqa ko'p o'zgarish amalga oshirgani yo'q. Niderlandlarda mana o'ng qanotda o'zgarish ko'ryapmiz va uni hozir aytib o'tamiz va ikkinchi o'yin, ya'ni yopiq o'yin ham borligini inobatga olishyapti murabbiylar. Asosiy futbolchilar esa to'liqroq harakat qilishadi. O'sha o'yin ritmida chap qanotda Niderlandiyaning xavfli hujumini to'xtatyapti Otabek Shukurov. Ofsayd bor ekan bu yerda, to'p qaytarilmoqda. Taym oxiriga kelib O'zbekiston faollashdi. Tomonidan uzoq masofadan ijro etilyapti. Niderlandiya esa aksincha kombinatsion o'yin orqali yorib kiryapti. Bir necha bor jarima maydonchamiz markazigacha kirishdi. Bitta joyda kirib borayotgan joyda Samirvilni O'rozov foul bilan to'xtatdi va o'sha yerda penalti belgilandi. 1-0 o'ylaymizki, o'yin jarayoniga hisob mos kelyapti va jamoamiz qo'shishi mumkin agar bor imkoniyat ishga solinsa. Ikkala jamoa ham baribir ma'lum bir foizga ushlab qoladi. Ba'zi rejalarni oshkor qilmaydi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Darvozabon darhol to'pni yerga tushirganda sabab bor. O'yinni cho'zish hozir juda qattiq jazolanyapti hakamlar tomonidan. Markazda bizning futbolchimizga nisbatan qoida buzildi va hozir hattoki tibbiy xodimlarni ham maydonga chorlashyapti. Nima bo'ldi ekan? To'qnashuv bosh bilan tepib o'tib ketibdi borku. Ikkinchi marotaba Abbosga nisbatan shunday o'ynayapti. Frenkie de Jong boya oyog'ini tepgan edi. Endi hozir ataylab qildi deb bo'lmaydi-yu, lekin yana shu Frenkie de Jong. Baribir bunga har bitta Frenkie de Jongga bitta Valverde bor deb qo'yamiz. Xavfli tomoni o'sha boshning orqa qismi, bu hatto yakka kurashlarda ham taqiqlanadi bu yerga zarba berish. Shuning uchun ehtiyot shart, baribir Abbosga yordam ko'rsatish kerak edi. O'rnidan turdi Fayzullayev. Birinchi taymda O'zbekiston tarkibida eng faollardan biri. Eng kreativi ham shu. Hujumlarni asosan u orqali tashkil etdik. Eldorni yopib tashlashyapti. U yerda Virgil asosan faollik ko'rsatyapti. Davron Jurgen Timber jahon chempionatini jarohat tufayli o'tkazib yuborar ekan. Bu katta yo'qotish bo'lmasa kerak gollandlarda, lekin yaxshi futbolchi. Qaysidir nuqtalarda Timber yetmay qoladi, xuddi finalda Arsenalga yetmay qolgani kabi. Unday o'ynamanglar. Samirvil katta tezlik bilan ketyapti va darvozaga yo'llayotganda yaxshi. O'rozov o'ziga kelib oldi. Tanaffusda menimcha unga vaqt ajratgan Cannavaro. Timber mana shunday jarohat olgani bevosita biz mana bu yerda faoliyatni boshlaganimizdan keyin chiqib keldi bu xabar. Ungacha unaqa gap yo'q edi. Hattoki bor o'zi tarkibda ham. Qaydnomada u ko'rsatilgan. Demak, uzatma Renders tomonidan amalga oshiriladi va sal qoldi. Zarba yo'llashga berdik bu safar. Virgil van Dijk juda ko'p gollar urgan Liverpool tarkibida aynan mana shunday uslubda ikkinchi qavatdagi kurashda ustun keladi. Va uning gollari juda muhim bo'lib chiqqan. Bosh bilan tepgandek bo'ldi o'zi ham. Chempionlar Ligasi ehtiyot bo'lish kerak. Chempionlar Ligasi, APL titullari Van Dijkning mana shunday aktivligi evaziga ham qo'lga kiritilgan deyishimiz mumkin. Hozir esa O'zbekiston hujumda. Abbos birinchi bo'lib yetib boradimi?
Yetib bordi. Aylanib bo'lsa ham olib qo'ydi va qoida buzilyapti. Faqat Abbosga nisbatan mana shunaqa qoida buzarlik. Gollandlarni qiynayotgan bir futbolchimiz bor, u ham bo'lsa shu Fayzullayev. Va ko'pincha ular Frenkie de Jong bilan duellarda qatnashyapti, xuddi Eldor va Van Dijk singari. Bu juftlikni ham ko'rishimiz mumkin. Ikkita eng zo'r o'yinchisini, ikkita eng zo'r o'yinchimiz ushlaydi degan shekilli. U Rozov bilan Samervil ham ko'p to'qnash kelishyapti. Yaxshi imkoniyat, chunki aynan Abbos Fayzullayev o'ng oyog'i bilan darvoza tomonga aylantiribroq tepishi mumkin. Zarba yo'llashga qulayroq tepib beradi. Uzatma, darvozabon o'z joyini tark etdi va yomon yiqildi. Abduqodir Husanov o'sha yerda edi. Katta ehtimol u bilan to'qnashgan. Devor urilgandek bo'ldi menimcha. O'rnab turyapti, yo'q. Ehtimol joyida. Yo'q, turmayapti. Bart Verbruggen. Havoda to'qnashuv odatda shunday holatlarga olib keladi. Bu yerda o'zi gollandiyalik futbolchi xatoga yo'l qo'ygan ekanda. Van Hekening o'zi itarib yuborgan Abduqodirni, natijada Husanov to'qnashib ketgan. Husanov ataylab qilmagan. Mana. Orada qolib ketdi Abduqodir. Zaxira futbolchilar e'lon qilinyapti. Ha, hozircha o'zgarish qilish borasida bir harakat yo'q. Niderlandiyada har ehtimolga qarshi zaxira darvozaboni mashg'ulotlarni boshlab yubordi. Mana rejissyorlarga rahmat. Va Dostonbek Hamdamov tushibdi dedim. Ha, tushdi. Lekin o'zgartirilgan vaziyat bizga ko'rsatilmadi. Biz demak tanaffusdan keyin shu yerda edi, tanaffusdan keyin Oston. Xullas, Oston O'runov o'rniga Doston Hamdamov tushdi. O'ng qanotdan joy oldi, Abbos Fayzullayev chap qanotga o'tdi. Aytgan edik bu haqda. Hozir esa Niderlandiyaning hujumi Malen yo'nalishini o'zgartirdi. Xavfli vaziyat va yana bir marta golga yaqin keldi Gollandiya va bu Gakpo. Kodi sal qoldi. Endi ora-orada Gollandiya deb yuboryapmiz, chunki yoshlikdan bu terma jamoa biz uchun Gollandiya bo'lgan. Keyin futbolga ham zo'r tushadi-da. Goldan boshlanadi-yu. Juda ko'p golga oshiq bo'lib o'ynaydigan jamoa, hujumkor, hech qachon bir himoyaviy shakllanganini ko'rmaganmiz. Hozir himoya chizig'ida o'ynayotgan futbolchilari eng zo'rlari bo'lsa ham. Ikkita golli vaziyat yuzaga keltirdi Niderlandlar. Van Dijk, Gakpo, Liverpool futbolchilari faollik ko'rsatishyapti. Van Hekke, yana Gakpo, oson kirib borishyapti. Reindersni to'xtatishdi. Fayzullayev qoida buzildi. Abbosni to'xtatisha olmayapti. Hozir Gravenbergga to'g'ri e'tiroz bildirildi Akmal Mazgavoy tomonidan. Baqlasan cho'zib degandek. Nasrullayev yana darvozabon bilan o'ynaydi. Boshqa variant qolmayaptimi? Darvozabonni yopishdi. Pressing. Out. Yana Niderlandiya oldinga chiqib oldi. Yana katta bosim bilan to'pni olib qo'yish uchun urinmoqda. 10 daqiqa ketdi bir ikkinchi bo'limda. Uchta o'yin bo'lyapti hozir dunyoda. Niger Mauritaniya bilan o'ynayapti, Fransiya Shimoliy Irlandiya bilan bahslashmoqda. Michael Olise yagona gol muallifi. Mbappe tushibdi. Yaqinda jarohat haqida xabarlar chiqqan edi. Chalg'itishadi shekilli. O'yin tomonidan Dumfries ortga qoldirdi. Van Hekkega Virgilning bir o'zi turibdi va unga
Eldor jiddiy bosim o'tkazishi taxmin qilingan edi. Bo'ldi, masala hal. Sayfiyev tomonidan kirmoqchi bo'lishdi. Farruh qo'ymadi. Tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchilar bor. Ikki tomonda ham. Ayniqsa biznikilar ancha faol. Van Hekke, Verbruggen, chap qanotga Virgil van Dijk. Niderlandiya himoyada mana shunday xotirjam o'ynayotgandek bo'lyapti-yu, markaz orqali Frenki yoki Gravenberg to'pni qabul qilishi bilan kimdir qanot orqali ochilyapti va kombinatsiya orqali kirib borishyapti. Mana shu sxema ishlayapti ikkita taymda ham. Bizda markaziy zonada to'pni egallab olganimizdan keyin bitta uzatma bilan hujumga o'tib ketish holatlari esa bartaraf etilyapti. Kesilyapti boshlang'ich qismida. Bu bo'yicha albatta ishlanadi yana. Bizda birinchi o'yingacha vaqt bor. Boshqa xavotirli signallar endi baribir yo'l-yo'lakay yig'in davomida har bitta terma jamoada yo'qotishlar bo'layapti. Yaxshi o'ynadi. Hozir Nasrullayev va Abbos Fayzullayev qochirib yubordi boya. Samervil ketkazib yuborgani kabi to'pni. Va o'sha ko'proq o'ng qanotdagi yo'qotishlarimiz xavotirga solmoqda. Va Kolumbiya bilan bo'ladigan uchrashuvda chap qanotda Luis Diaz harakat qilishdan kelib chiqadigan bo'lsak, xavotir yanada oshadi. Ayni o'sha qanot. Ikkita uchrashuvni kolumbiyaliklar ko'rishgan, kuzatishgan, tahlil qilishgan va yana o'sha tomondan bosim qilaverishadi. Bo'lib ham mabodo Hojiakbar Alijonov qaytsa ham ikkita uchrashuvni o'tkazib yuborgan va jarohatdan qaytgan futbolchi bo'lib qaytadi. U ham hali 100% o'z o'yinini ko'rsata oladimi yoki yo'qmi, buni bilmaymiz. Shuning uchun yana bir muammo qo'shilyapti go'yo. Edgar Davids, Nigel de Jong ikkalasi ham tayanch yarim himoyachi bo'lgan har xil avlod vakillari. Edgar Davids 90-yillar oxiri 2000-yillar boshida, keyin esa Nigel de Jong o'sha jahon chempionati finaliga chiqqan tarkibda bo'lgan. O'ng qanot orqali O'zbekiston hujumda Farruh Sayfiyev to'pni egallab olib, o'ziga bo'ysundirdi, ichkariga pas berdi. Virgil to'xtatdi bu jarayonni. Virgil o'ziga tepib qo'ydi. Yaxshi tashkil etsa bo'lardi. Dumfries to'pni bo'ysundira olmadi o'ziga. Bo'lar kana shunaqa vaziyatlar. Nasrullayev, O'rozov, Reinders bilan Gravenberg ham nisbatan hozirgi ekranimizda ko'rgan futbolchilarning haligi o'yin uslubiga yaqinroq harakat qilishadi. O'zlari ham o'xshab ketadi. Ochilayotgan bor. o'qidi. Ashurmatov yaxshi o'ynadi. Katta, yaxshi imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Ana Abbos Fayzullayev ochilmoqda. Oldi. To'p uzatildi. Chapga. Nasrullayev yetib bordi. Abbosga qaytar. Ha, o'zi ochilayotgan edi, ichkariga pas. Ikkinchi qavatda yechyapti-da Virgil. Ko'proq kombinatsiya bilan. Qiyinda ikkinchi qavatda. Kombinatsiya bilan kirishimiz to'g'riroq bo'lsa kerak. Ayni Abbos kelgan edi, bo'sh edi. Uni oldida futbolchi ham deyarli yo'q edi. Mana bunaqa hozir yo'laklar ochilyapti. Katta tezlik bilan kirib borayotgan Ashurmatov ikki martalaba aylanib turib to'pni egallab oldi va to'g'ri qildi, tez uzatib Dostonga. Hamdamov o'zi kirib borishi mumkin. Gakpo Simon futbolchi degandek boya. Opuy, Abbos o'qidi-yu ulgurmadi. Pressingda to'xtadik, natijada hozir son jihatdan tenglik bo'lib yuguryapti Gollandiya. Frenki de Jong Gravenberg bilan o'ynadi. Gravenberg to'pni o'zida ushlab turibdi, shoshmayapti Niderlandlar. Gakpo bugungi uchrashuvning eng faol futbolchilaridan biri. Gol muallifi. Qizig'i o'sha Van de Ven bugun chapda. Tottenhamda asosan markazda o'ynaydi. Dumfries Tottenham ham o'zi oxirgi payt 3 ta himoyachi bilan o'ynadi. Har xil murabbiylar keldi-ku, buzilib ham ketdi hamma sxemasi. Gravenberg, Xavi Simonsning jarohati ham Gollandiya muxlislariga yoqmadi.
Chapdan Gakpo, Sayfiyevga qarshi Gakpo yuqoridan Zo'r uzatma, pas xavfli berishdi. vaziyat. Yana bitta imkoniyat paydo bo'lyapti Somerville'da. West Ham United. Luis Diaz yanada xavfli, Gakpodan yaxshi formada Diaz. O'sha shuncha aytildi boya. Gakponi o'zi ham bizni ancha 6 ta himoyachi bo'lib o'ynaymiz mumkin, ha? Yaxshi imkoniyat bo'ldi, lekin yana foydalana olmadi Niderlandiya. Manchester City bilan Arsenal bilan o'yinda Somerville juda ham yoqqandi menga. O'sha West Ham jon saqlash uchun kechgan oxirgi muhim o'yinlardan biri edi. Egalik qildik. Hamdamov yaxshi o'ynadi. Uzoqlashib ketdi. Top Farruh o'tdi, yaxshi fint ishlatdi va bu yog'igacha. Bu yog'iga bo'lmay qoldi. Mana Markaz zo'r. Yaxshi olib qo'yapmiz, qaytarib. Qaytariqlarimiz yomon emas. Mazgavoy orqaga pas. Keskinlik yo'qoldi-yu, to'p qoldi. Husanov Sherzod orqaga. Boshqa iloji yo'q. Ta'qib ostida edi Yusupov. Bizga bu paytda esa Gollandiyadan tushadigan futbolchilarni namoyish etishyapti. Brian Brobby tayyorgarlik ko'ryapti. Hech narsa yo'qmi, yo bormi? Bor ekan. Husanov uchirib yubordi, lekin qoida buzilgan deb topildi. Malen o'zi chiqadigan futbolchilardan shekilli. Bor ekan foul. Weghorst maydonga tushishga hozirlik ko'rmoqda. Weghorst hujumchi. Shu Malenning pozitsiyasiga tushishi ham mumkin. Ungacha esa Tijani Reinders to'p oldida. Yuqoridan uzatma, ikkinchi qavat, O'rozov yutib chiqdi va u yog'iga qarshi hujum bo'lishi mumkin agar to'pni egallab olsak. Eldor Shomurodov to'xtatdi, narigi qanotda ham bor variant. Doston Abbosni tanladi. Doston ochilyapti, pas Eldorning o'ziga o'ng qanotda yaxshi imkoniyat bor. Doston Hamdamov tezlikni oshirishi mumkin. Jarima maydonchasiga kirib bordi, aldadi. Ketib qoldi bu tomonga. Yo'q. Menimcha 3 ta 4 ta variantlar berilsa, eng noqulayini tanladi Doston. Bart Verbruggen yana noqulay yiqildi shekilli. Oxir chiqib ketadi shekilli shu darvozaboni. Malen o'rniga Weghorst. Malen uncha o'yin olmadi bugungi uchrashuvda, vaziyatdan ham foydalana olmadi bir marta. Faqat himoyamizni qiynadi ancha. Brobby maydonga tushdimi? 19-raqam ostida Brian Brobby. Brian Brobby boya tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Keyin Weghorst dedingiz, negadir? Weghorst 9-19 o'sha 9 bo'lib ko'ringan demak. Mana shu orada pas berib yuborish kerak edi menimcha, chunki Mazgavoy kirib borayotgan edi. Boshlang'ich kombinatsiyamiz yaxshi. Mana shu uchrashuv davomida eng yaxshi qarshi hujumimiz edi bu. Paslar aniq, hamma ongli ravishda o'ynadi. Faqat yakun yo'q. Darvozabon hujumni kutib shu joyda juda yomon yiqilgan. Shuning oqibatida jarohat olgan. Va yana Husanov bilan to'qnashuv. O'zgarish bo'lmaydi, lekin tayyor zaxira darvozaboni har ehtimolga qarshi Mark Flekken balki o'zgartirilar. Nima qaror qabul qiladi Ronald Koeman? Yo'q qoldi. Hozircha. O'zi almashtirsa ham bo'ladi. Mana saqlash uchun bo'ldi, ha. Bu o'rtoqlik o'yini, asrash kerak. Natija talabidagi bahs emas. Verbruggen ketdi.
endi gollar uramiz. Garchi Verbruggen juda ko'p bizga xalaqit qilmagan bo'lsa ham, ikkinchi qavatlarni yutib chiqdi asosan. Out. Farruh Sayfiyev to'pni tashlab beradi. Bayer Leverkusen posboni. Doston Hamdamov burchakda ikkita raqibga qarshi qolib ketdi. Reinders, Frenkie, Aqlli Frenkie. Juda aqlli Frenkie. Sariq kartochka. Uchrashuvdagi ilk sariq kartochka Baxtiyor Ashurmatovga ko'rsatildi. Rustam 90-yillar oxiriga qaytdik hozir. 2000-yillarga. Rustam Ashurmatovning tog'asi Baxtiyor Ashurmatov terma jamoamizning eng yorqin himoyachilardan biri bo'lgan. Davron bir tomondan to'g'ri, xuddi shunaqa jumlalar ishlatilgandi o'sha paytda. To'xtatgan sariq kartochka yoki himoya chizig'idagi harakatlar evaziga. Lekin balansga qo'yadigan bo'lsak, Baxtiyor Ashurmatovni ko'proq sharhlaganmiz, endi Rustam o'tyapti lekin. Rustam o'tib ketdi-yu. Terma jamoada o'tib ketdi, ammo umumiy faoliyatida Sharq ma'nosida ham menimcha o'tib ketdi-yu. Ancha bo'lib ketdi. Terma jamoa ishtirokidagi o'yinlar ham ko'payib ketdi oldingiga qaraganda. Hozir gollandlar yana kirib borishyapti. Sayfiyev to'xtatdi va shu joyda yana yo'qotdik. Bu safar Doston Hamdamov yaxshi qarshi hujum tashkil etishga intilgan edi, uddalay olmadi. Undan keyingi uchrashuv ya'ni yana bir imkoniyat. Bromby. Offside. Bekor bo'ldi goling. Lekin qattiq o'ynadi. O'zi Bromby jismonan baquvvat va haligi yorib o'tish xususiyatiga ega bo'lgan futbolchi. Bromby, Brian Sunderland. Aytyapman, Niderlandiya deyarli APL terma jamoasi. Kongoga o'xshar ekanda, balkim Kongoga ham tayyorgarlik ko'rayotgandirmiz shu bahonada. Faqat Portugaliyaga emas. Portugaliyada qaytanga hamma joydan keladi futbolchilar. Portugaliyaga qarshi bitikda yaxshi muhim elementlar bor. Portugaliyada ham xuddi bugungi Gravenberg hamda Frenkie de Jong singari markazi o'ta mobil. Vitinha, Bruno Fernandes qattiq bosim bo'ladi tayanch zonamizga. Ozgina tin olishadi futbolchilar. Cooling break. Xo'p, ko'p vaziyatlar Niderlandiyada, yaxshi imkoniyatlar, noaniq zarbalar berishyapti. Bu Niderlandiya ishlash kerak bo'lgan nuqtasi deb o'ylayman. Va biz ko'p emas hujumlarimiz, o'sha bitta yorqin qarshi hujumni eslashimiz mumkin. Doston Hamdamovning zarbasi bilan tugagan, bloklangan zarbasi bilan tugagan. Menimcha yana taym oxirida hujumga e'tibor qaratsak kerak. Ha, tushunarli, biz o'sha maketni ko'rsatyapmiz hozir. Portugaliyaga qarshi himoyaviy va qarshi hujumga asoslangan o'yin, lekin natijani o'zgartirishga urinishni ham test qilib olishimiz kerak. Fransiya terma jamoasi parallel o'yinda ikkinchi golni urdi va yana Michael Olise gol muallifi bo'ldi. Mana bu Virgil van Dijkning bosh bilan yo'llagan o'q zarbasi joyida boshi bilan qattiq yo'lladi. Malen super imkoniyatni Gakpo yo'qqa chiqargan epizod. Frenkie de Jong almashtirildi. Niderlandiya terma jamoasida Somervillening imkoniyati ko'pga sovurilganini ko'rdingiz. Endi Davron stadionda aytib turadi, men ekrandagi voqealarni. Gus Til uning o'rniga tushdi. Agar oxirigacha yetkazib qo'ysak jarayonni. Mana Gus Til maydon markazidan joy olyapti.
Bu qanchalik endi ta'sir qiladi o'yinga? Abbosda sal erkinlik Frank. paydo bo'lishi mumkin. Ko'p to'qnashayotgan edi Frenki de Jong Fayzullayev bilan. Pustil o'yinga kirishib ketdi. Reinders Niderlandiya chempionatidan juda ko'p futbolchilar olinmagan. Shu olinganlardan birini hozir ko'ryapmiz, Tilni. PSV Eindhoven. bir paytlar Niderlandiya o'zagi Ajax bo'lardi. Hozir mutlaqo Ajaxdan. Boyagi futbolchi Ajaxdan edi, adashmasam. Yoki men aytib yuborgan Weghorst bor-ku, shu Ajaxdan. O'zi umuman Adashmasam, ha. top klublarga eng ko'p yulduzlar yetishib chiqaradigan jamoalardan biri Ajax edi. Qanday yo'qotildi shu Epladi lekin fabrika, yulduzlar Weghorst. fabrikasi. Weghorst bir paytlar Manchester Unitedda o'ynagan. 2 yillik inqiroz jamoani o'rnidan turishga juda qo'ymayapti. Keyin boshqa akademiyalar ham ancha faol ishlayapti. Shuning oqibatida chiqib ketdi. Ajaxni bozordan chiqarib yuborishdi. Gollandiyada ham PSV Eindhoven juda ko'p futbolchilar beryapti boshqa top klublarga. Feyenoord beryapti, ammo Ajaxdan kam. Oxirgi shu zo'r avlodi Chempionlar Ligasining yarim finaliga chiqqan. Keyin Yevropa Ligasi finalida o'ynagan avlodi. Mazgavoy yaxshi, Doston Hamdamov uzoqlashtirib yubordi to'pni va ikkalasi to'qnashib ketishdi. Maydon markazida Doston o'rnidan turyaptimi? To'xta deyapti. Samirulning o'zi jarohat oldi. O'zi oyoq qo'ydi va o'zi hozir ketishi mumkin. Samirvil o'zi ko'p yiqitilyapti. Bugungi uchrashuvda 3-marta unga qarshi foul ishlatildi va hakam sariq kartochkani ushlab olgan qo'liga Samirvilga ko'rsatmoqchi. Ha, Samirvil hozir qo'pol o'ynadi. Mana takrorlab ham ko'ramiz. U oyoqni keskin qo'ygan ekan va bu bosgan ekan. Kartochkalar bo'yicha birovlar. Akmal Mazgavoy, Sherzod Nasrullayev qaytardi. Mazgavoy orqa chiziqda, O'rozov Husanovga uzoq masofaga long ball. Gudzon tomon yo'l oldi to'p. Mana ko'pchilik taxmin qilgan edi, o'sha o'ng qanot Luis Diasga qarshi katta ehtimol Husanov qo'yiladi deb, lekin bugun Husanov eng markaziyda, o'yinda esa Ashurmatov, Rustamjon. Endi to'g'risini aytish kerak, Kolumbiyada ham, Portugaliyada ham markaz futbolchilari ham, hujumda o'ynaydigan futbolchilar ham zo'rda. O'zining nominal pozitsiyasida o'ynagani ma'qulroq, ko'proq yutadi O'zbekiston terma jamoasi. Husanovni bitta o'yinga bog'lab qo'yilsa, Suarez ham yaxshi-da, hozir Arias ham yaxshi. Kolumbiyani aytyapmiz. Navbatdagi hujum qaytardik. O'rozov yaxshi o'ynagan edi. Ikkinchi to'lqin. Darvozabon yaxshi ulgura olmadi. Polvon Brobbi. Brian Brobbi faol kirishdi o'yinga. Ofsayddan gol urdi. Mana bu yerda bo'sh darvozaga to'pni to'g'rilashi mumkin edi, yetib bormadi. Atlet. Ikki futbolchi tushyapti bizda. Jamshid Iskandarov bilan Sergeyev hujum vakillari tushyapti. Ana bu reaksiya menimcha. Eldor Shomurodov olindi. Mana sizga. Havoda to'plar uzatilishi Abbos olindi. Eng
Hujumdagi faollar o'rniga yana hujumda faollar tushdi. Va ikkalasi ham kreativ. Bunga olingan futbolchilar bilan ham bemalol raqobatlashadigan futbolchilar tushdi. Shu tomoni to'g'ri qaror. Yetib borsa bo'lardi. Jamshidning pasi va Sergeyevning qochishi nazarda tutilyapti bu yerda. Va lekin Sayfiyev navbatdagi hujumni tashkil etmoqchi. Zo'r ketdi. Jamshid. Ana o'sha pas, super pas edimi? Boshladi tushishi bilan birinchi harakatlar bilan vaziyat yaratishga urindi. O'rtadan pas berdi. Mana bu ochilayotgan oldingi chiziqqa Sergeyev kurash olib boradi deb o'ylagan edik, yo'q. Bunday bo'lmadi. Qochadi baribir Sergeyev. Ancha sog'inib ham qolgan. Bunday vaziyatlarni, katta comeback qildi Sergeyev og'ir jarohatidan keyin qaytib to'purrar bo'lib terma jamoaga ham qaytib o'sha daraja va balki undan ham yuqori darajani ko'rsatyapti. Va bitta turnirda chiqib ketgani juda alam qilgan edi. Yeta olmaydi Samervel. Davron baribir mana 78-daqiqaga kelib turib uncha ko'p futbolchi almashmadi-yu. Shundan xulosa qiladigan bo'lsak, bu ikki murabbiy jahon chempionatida qatnashadigan futbolchilarni maksimal ishlatib olishyapti. Oxirgisi deydi-yu. Ana u qo'shimcha o'yinda qolganlarni o'ynatishadi. Shuni hisobidan hozir mana bu zaxiradan tushadigan futbolchilar yomg'irini ko'rmayapmiz. Ochishda Dumfries, Realga o'tayotgan futbolchi O'rozov olib qo'ydi. Jahongir. Bu yerda to'liq o'yin rejimida tayyorgarlik ko'rildi va ikkinchi o'yin zaxiradagilarga test bo'lib beradi. Yarim soatlik ikkita time. Bularni ko'p o'ynatishayotgani sababi ham o'yinlar oralig'i yaxshi. O'zbekiston keyingi o'yini bir haftadan keyin o'ynaydi. Bir haftadan ham keyin, hatto 9 kunmi? Deyarli. Charchab qolish degan gap bo'lmaydi. Lekin safar Mexico Azteca o'ziga xos muhit. Italiya terma jamoasidagi tajribasidan kelib chiqib, Cannavaro boshqacharoq qaror qabul qilganini aytib o'tdi intervyularda. Zo'r pas bo'ldi, go'yoki, lekin yaxshi ochilib chiqdi. Qanot futbolchimiz. Ali muxlislar kam, lekin Ali sayroq qushlar ancha yaxshi form berib turishibdi o'yinga. 80-daqiqa ham boshlandi. Shu joyda bosim O'zbekistonga gol kerakligidan mana oldinga chiqdi, shunaqa qilib olib qo'yapti hatto. Igor Sergeyev yaxshi har bir to'p uchun kurashyapti. Yusupov yaxshi o'ylashdi. Bosim Mazgavoyga Yusupov olding. Endi oldingi chiziqqa to'pni tepsa bo'ladi. Van Dijk qoyil. Yiqilay yozib ham to'pni saqlab qolish uchun urindi. Sergeyev tushundi boshqachasiga Van Dijkni hozir yengib bo'lmayapti. O'ta bahaybat, kuchli, pozitsiyani to'g'ri tanlaydi. Cannavaro boshqacha qarasa kerak, dunyoni o'shanaqa top himoyachilariga. Yoshligini ko'rgandek bo'ladi. O'zi Cannavaro sal nonsiz himoyachi bo'lgan, nisbatan bo'yi pastroq bo'lgan, qolgan sheriklariga nisbatan, Nestalarga nisbatan juda ko'p kurashuvchanligini hisobiga yutib ketgan. Va aynan shu bo'yi baland bo'lmagan himoyachi yorqin ajralib qolgan. Oltin to'p olgan. Van Dijk ham deyarli oltin to'p olgan futbolchilar sirasiga kiradi. Olishga haqli demoqchisiz. O'sha yili olsa birov e'tiroz bildirmasdi. Endi ana ikkisini davrida
buni to'g'ri tushunib qo'yaveramiz. Tanish ibora ana u ikkisi. Hop. Ana yana Virgil. Baribir bizga qarshi o'ynaganda ko'proq seziladi futbolchilar o'rtasidagi farq, daraja. Muxlislik qilib tomosha qilinadi. Uzoqdan tepmoqchimi pas ekan. Shurmatov risk qildi, lekin boshqa iloji ham yo'q edi. Brobbi ortida tayyor turgandi zarba berishga. Shu Davron Zidanni, Maradonani men haligi yoshligimda yaxshi ko'rgan, jamoalarimga qarshi ko'rganda qo'rqinchliligini ko'rganman. Ayniqsa Napoli bilan Spartak o'ynaganda o'sha yosh edik. Hamma Maradonani maqtardi, boshqa qilardi. Bir yomon o'ynagan o'yinida ham qo'rqinchliligi sezilgandi. Men hozir Van Dijklar mana shu joyda sezilyapti. Gakpo hatto Gakponi unaqa mayli. Yevroda ham zo'r o'ynagan Gakpo. Gakpo o'shandan keyin o'zi sotilgan Liverpoolga. Hozir bitta turnirni yondirib yuboradigan futbolchilar bor. Jahon chempionatini Davron. Jahon chempionatini Davron. Qatardagi jahon chempionatini yondirgan va Liverpoolga yo'l olgan. Weghorst o'sha chempionatda nimasi bilan esda qolgan? Messidan so'kish eshitgan. Bu doston. Voy to'p qo'l. Hey, penalti. Bu tarafga ham bir bir hey. Indolmaysan ham. Deb o'zimizga aytamiz. 5 ta muxlis bo'lsa ham sudyaning haqqiga ovoz eshitiladi. Yaxshi, mana. Endi Iskandarov aylandi, o'girildi va mana fair play qilishdi bizni bolalar yutqizayotgan bo'lsa ham. Lekin VARni ko'rsa yaxshi bo'lardi boyagi epizodni. Hali tugamadi. Qo'liga tegdi deyapti Fabio Cannavaro. Birga bir chiqib ketishi ham mumkin edi-da. Yaqin masofa deb qarasa. Mana ichkarida mana yaqqol penalti. Mana VARni ko'ryapti menimcha. Kim ko'ryapti? Shu ichkarida-da VAR ko'ryapti. Hakam ushlab turibdi to'pni. Kutmoqda. O'zi ham bir ko'rsa bo'lardi-da. Ko'rsin, ichkarida bo'ldi bu voqea. 84-daqiqada juda ham zarur bizga bu penalti. Kayfiyat uchun ham zarur. Masalan, kriteriyalarni solishtirib chiqsak hamda notabiiy qo'l. Yo, bu yerda yaqqol. Mana ichkarida 4 burchak ichida VAR ko'rish shart bo'lgan vaziyat. To'pni bizning futbolchimizdan, ko'ksidan olganligi tahlil qilinishi mumkindir, lekin ko'ks bunaqa to'xtatishga boshqa a'zo bilan kelsa degan kriteriyalar bordi. Mayli, kutamiz. Vaqtimiz bor. So'nggi daqiqalarda yaxshi bo'lardi penalti bersa. Hop, ko'radi. Ana, bu yaxshi signal. Ya'ni VARdagilar kelib ko'rsang yaxshi bo'lardi deyapti, bu yaxshi signal. Gap so'zga qolib ketasan deyishdi. Oxirgi daqiqalar yonadi agar penaltidan foydalanib qoladigan bo'lsak. Darvoza tomon hali aniq zarba bermagandik, bittada gol uramiz. Agar penalti bersa, nasib qilsa. Mana shu joyda bordi. Birinchisi ham qo'lga tegdi. Ko'krak ham emas, bo'ldi. Yopishib turgan a'zo to'g'ri qo'li. Lekin keyingi epizodchi tashqarida deyishi ham mumkin ekanda. Birinchisini agar inobatga olsa, unda penalti emas. Lekin ikkinchisi mana bu penalti. Urib yuborganicha. O'zi berish kerak. Ikkinchisiga olish kerak-da uning uchun. Mana bu takroriy lavha. Juda hozir tahlil bob, ilmiy anjuman bo'lyapti. VARdagi mutaxassislar bilan birgalikda. Boya omad tilagandik sharhimizning avvalida, ularning familiyasini o'qib bekorga omad tilamagandik shu joyda. Umid qilamiz. Qizig'i mana bu yerda qo'l tan olinsa, bu bizning zararimizga ishlaydi. Ikkinchisi tan olinishi kerak edi bizga.
Mana bunisi. Shu joydan Jamshid gol ham urib qo'yishi mumkin agar mabodo. Mana shunisini inobatga olsin bo'ldi. Qayerdan borgani tahlil qilinyapti. Oyog'idan bordimi? Penalti ber endi. Xo'sh. Umrbod eslab yuramiz. Penalti. Sariq kartochka. Qizil. Ana. Yaxshi. Qizil ham ko'rilgan ekan. Hali g'alaba uchun o'ynab qolsak edi. Yoki jarima zarbasi va penalti, jarima va qizil emasmi? Yo'q, qizil beradi. Yo'q, qizil va jarima emasmi? Yo'q, jarima penaltimi? Emas, sababi birinchisi inobatga olinmadi, ikkinchisi inobatga olindi. Ana o'sha ikkinchisi kerak-da bizga. Penaltiga qarab ketyapmiz. Marhamat, kutib oling. Kim tepadi qiziq? Doston Hamdamov, Shukurov tepishi ham mumkin. Jamshid ham Iskandarov tepishsa kerak deb o'ylayapman. Iskandarov to'pni olib yuribdi. Mana. O'sha shu joyi. Doston yaxshi, aqlli o'ynadi shu yerda. Va endi nima biz so'ramadik-ku, xato. Jarima zarbasi berdi. Aytyapman, jarima zarbasi va qizil berdi. Ha, demak nuqtani ko'rsatmadi-da qo'lini. Inobatga olingan Davron. Qo'lini to'g'rilab, penalti berib qizilni bekor qilsa yaxshi edi bizga. O'sha variant yaxshi. Shu joydan bir gol urib qo'yamizmi chiroyli? Buning uchun o'sha Jamshid bor. Hammasi yotmaydimi? Otabek ham tepishi mumkin. Menimcha Iskandarov tepadi. Ajoyib imkoniyat va bu yoq gol urib oladigan bo'lsak, bu yoq g'alaba uchun ham o'ynab qo'yamiz. 88-daqiqa tugab bormoqda. Xo'sh, Jamshid hamda Otabek yoki Mazgavoymi? Mazgavoyda ham bor zarba. Ikkilanishdi. Mazgavoy 3 kishi hozir tayyor. Otabek zarba. Kuchga urg'u berdi-da. Iskandarov tepgani baribir ma'qulroq edi, nazdimda. Yaxshi imkoniyat edi. Qolgan daqiqalarda bir o'yinchi ko'p bo'lib o'ynaymiz, balkim harakat qilishar. Mana shu birinchi. Yoki chiziq. O'zi qiziq qaror bo'ldi. Agar so'nggi umid foli deyilsa, ikkinchisi unga ko'proq o'xshadi. Birinchi qo'lga tegishi kurash payt bo'ldi. Ikkinchisi bo'ldi, chizig'dan bu yoqda deb topildi chog'i. Ikkinchisini ichkarida bo'lgani ehtimoli kattaroq edi-da, shunga. Yana bir o'yinchi ko'p bo'lib o'ynayapmiz. Hujumkor futbol ko'rsatishimiz shart so'nggi daqiqalarda. Bu yog'i mayli endi. Futbol uchun mana shunisi zarurroq edi chamamda. Hali bir qilib turib, natija tomonlama himoyada o'ynaganimizdan ko'ra, xo'sh mana endi bir o'yinchi ko'p bo'lib qolsak nima qilamiz degan savolga oydinlik kiritadi janob Fabio Cannavaro. 90-daqiqa bir 5 daqiqa qo'shib bersa kerak. Niderlandlar sal ortga chekindi, majbur. Boshqa iloji yo'q. Iskandarov ikkinchi qavatdan pas berishning foydasi yo'q. Chamamda faqat kirish kerak, hududlar topib, bo'shliqlar topib. O'rozov, Mazgavoy, Niderlandiya bilan mana himoyaga qamab qo'ydik desak bo'ladi. Yuqoridan yaxshi imkoniyat Igorga. Darvozabon to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Boshlandi. Qo'shib beriladigan daqiqa 5 mi o'ylaganimizdek? Ha. Endi faqat va faqat gol uchun o'ynaymiz. Boyagi tushunarli edi. Turli sabablar bilan bir izohlayotgan edik. Hozir izohga hojati yo'q endi. Ashurmatov shu yerda tepadimi? Yo'q. O'zi juda yarmida to'xtab qoldi. O'rozov ulgurdi, yaxshi, ammo pas o'tmay qoldi. Dumfries o'qidi. Bo'ldi, Gollandiya, Niderlandiya hisobni ushlash uchun o'ynayapti bu yo'lga, boshqa varianti ham yo'q. Shukurov. O'ngga Sayfiyev. Shukurov. Otabek yallashyapti. Eldordan keyin Bog'ich qabul qilib oldi Sardor. Chapga Nasrullayev yuqoridan birinchi to'p
Igor Sergeyev tushgandan keyin bor imkon ikkinchi qavatda tushishga. Hatto Niderlandiya o'ynayotgan bo'lsa ham ikkinchi qavatda urib oladi deb hisoblashda. Bitta Doston. Voy, yana Doston. Sherzod shu yerdan. Shu yerdan. Yoqan kombinatsiya. Mazgavoy. Yaxshi imkon. Igor! Bir gol. O'yindan urdik. Niderlandiyaga. Yaxshi. Ana hujum va ana hujumchimiz. Igor epizodni topda bitta teginishda hal qildi o'z uslubida. Qoyil. Himoyada yotib olmaydimi Gollandiya deganlari, biz vaziyatdan foydalanamiz. Endi maqtansa bo'ladigan daqiqalar urib oldik. Maqta hozir ayni vaqtda emotsiyalarni chiqarib olaylik biz ham. Penaltini evaziga olgan vaziyatimiz. Ikkita o'yindan beri kutayotgan golimizda emotsiyalarni chiqarib olaylik do'stlar, to'g'ri tushunasiz? Ya bu arziydi. Ajoyib. Yo'q, offside. Zo'r. Hammasi yaxshi o'ynaldi va raqib oyog'ida keldi. Qoyil, Samervil. Barobar. Xo'sh, endi Niderlandiya nima qiladi degan savol. Aqlli o'ynaganini qarang, Sergeyev darvozabonni ko'rib, sekingina nariga burchakka yumalatib. Igorok urdu. Ha? Urdu demoqchiman. Katta afsonga yo'qmi? Bir o'z. Yana qiziq undan keyin o'zim nima dedim deb o'yladim. Qaysi tildaligini tushunmay qoldim. Ha, o'rtada urdu. Probel yo'q edi o'rtada. Xursand bo'lib chaqlayapmizmi? Kayfiyat ko'tarilib ketdi. Yaxshi-da, Niderlandiya bilan. Durang va o'sha ruhiy tomondan sal bo'lsa, Portugaliyaga bosim qilamiz ruhiy tomondan mana. Nima bilib qo'y, qizil olsalaring yomon bo'ladi. Biz yomonmiz qizil olganlar. Penaltidan urmaganimiz ham yaxshi bo'ldi. O'shani evaziga ham bo'ldi-da. Nima qilarki shu payti degandik, mana Cannavaro oldinga chorladi jamoasini. Endi Niderlandiya o'yinni saqlab qolmoqchi. Jazoirga yutqazgan edi. O'zbekiston bilan durang o'ynab borishi mumkin mundialga. Hali yutqazib qo'ymasa. Biz hujumga o'tishimiz mumkin. Hali 2 daqiqadan sal kamroq vaqt bor. Balki pressing shu yerdan Igorda kuch yetarli. Biz 5 ta himoyachi bo'lib o'ynayapmiz, baribir. Xavfli-da baribir Niderlandlar bir kishi kam bo'lsa ham o'sha o'rnini to'ldiradigan darajadagi futbolchilari bor. Mana chiqyapti. Bir kam o'yinchi bo'lsa ham hududlar ochib, ikkinchi qavatda pas bo'ladi va shu joyda sal ehtiyot bo'lish kerak. Qoyillar chiziqdan olib chiqyapti Husanov. Biz ham qochib ketishimiz mumkin edi mana bu epizodda. Oxiri ochilib ketishdi jamoalar. Bermaymiz. O'rozov. Igor kurashadi. Bu yerda ham kurashamiz, lekin ushladi Gravem. Hoppa, Jamshid Iskandarov. Ochiladi bu yerdan chap qanotda. Mana Doston, ana Igor o'ng qanotda. Sayfiyev, Jamshid ajoyib. Bog'lamda baribir birga o'ynashadi-yu. Endi yana Iskandarovga qaytar to'pni. Mazgavoy, oxirgi hujumimiz bo'lishi mumkin 95-daqiqa. G'alaba hujumimiz bo'lishi mumkin. Jarohat. Doston zo'r ketdi. Offside etgan afsuski. Jarohat bo'lmasin, iltimos. Jarohat emas. Dam olish shekilli. Mana bu hujum super hujum bo'ldi. Deyarli emas, bo'sh qolgan darvoza. Husanov qutqaryapti. Abduqodir Husanov eng qizig'i biz vahima qilyapmiz, Husanov xotirjam olib chiqqan ekan. Buncha vahima qilasizlar degan ma'noda. Oxirgacha bizni qiynadi Gakpo. Tijanini to'xtatdi. Kim o'sha yerda? Abduqodir Husanov eng qizig'i to'pni qaytarishdan oldin ham to'sqinlik qilgan ekan bitta futbolchiga. Mana bu 19-raqamda tushgan futbolchiga, Brian Brobby. Sayfiyev yotibdi hali ham. Hozir Sayfiyev jarohat mana Cannavaro boshdan. Chunki o'ng qanotda o'zi shundoq ham muammo bor. Ya'ni majburan chapdan o'ngga o'tib o'ynayotgan Farruh Sayfiyev ish qilib jarohat olmasin. Mana bu gol. Ajoyib. Birinchi golimiz mundial oldi. Yaxshi niyatdagi gol. Ikkinchi qavatda berishga ehtiyot bo'lib penalti. O yaxshi o'tkar. Mana seyv oxirida. Tanidik seni o'tkar. Ha bu o'sha o'tgan yili bizni sakrashga majbur qilgan O'tkar Yusupov. Va hozir oxirgi imkoniyat Gollandiyada, Niderlandiyada Van Dijk keladi. Qaylardandir bosh bilan zarba yo'llashga bermaslik kerak. Tijani.
Xo'sh, uzatadi. To'pni qaytarishadimi? Penalti. Oxirgi daqiqalar shu kerak emas edi. Nima bo'ldi bu yerda? Rustam Ashurmatov xatoga yo'l qo'ydi raqibiga nisbatan. Shu tugayotgan o'yin vaqt tugadi-yu o'zi. Yaxshi kayfiyatda tugatayotgandik o'yinni. O'tkir oladi hozir. Xo'sh ko'raylikchi. O'sha yerda. Ikkitalar, Rustam emas u yerda. Abduqodir Husanov. Abduqodir Husanov ushlashibdi. Qaytangi Rustam Ashurmatov qaytargan bosh bilan. Virgil tepmoqchi, Van Dijk o'zi to'pni hal qilmoqchi. Baribir burchak zarbasi Niderlandiyada xavfliligi shu epizodda o'z ifodasini topdi. Gakpoga qoldirishdi. Va bitta narsani tan olish kerak, Niderlandiya gol o'tkazishi bilan risk qilib butun jamoa oldinga tashlandi. Mana shu ham bir top jamoaning xususiyatlaridan biri. Ura olmaydi, to'g'ri desam, yaxshi bo'lardi-yu. Bu Gakpo bugun juda bir boshqacha yondashuv bilan chiqibdi-da. Oltin to'p olaman deyapti. Qani O'tkir oxirgi sekundlar sariq kartochka ko'rsatildi. Otabekka, menimcha Shukurovga e'tiroz bildirgani uchun chog'i. Xo'sh. O'tkir zarba yo'llandi va noto'g'ri tepdi deyapti. Ko'raylik buni ham bir. Endi ikkita penalti bilan yutdilaringda. Ketishi mumkin Niderlandiya. Nimaga e'tiroz bildirdi hozir? Sakrab turdi, tepdimi bir qanaqadir? Yo'q. Hammasi joyida. Tayanch oyog'i ko'tarilib ketmadimi oxiri? Mana bu yerda hop. Yoki kimdir yugurib kirmadimi ichkariga? Xullas, gol hisoblandi 2-1. Endi bizga vaqt berarmikan ozgina bitta hujumga hech bo'lmasa? Ko'p ehtimol bermaydi, chunki vaqt o'tib bo'ldi. Burchak zarbasini ham o'tib bo'lgan edi. O'shani bermaslik kerak. Var ko'ryaptimi deyman. Shu vaziyatni ham bir ko'rib qo'ysa. Yo'q, lekin var ko'radigan narsa ham yo'q edi. Bo'ldi, tugadi. Bermadi hujum qilishga referi va biz 1-2 hisobida o'rtoqlik uchrashuvini boy beryapmiz. Niderlandiyaga qarshi ikkita penalti, biz esa oxirida o'yindan to'pni darvozaga kiritishga muvaffaq bo'ldik. Endi mayli. Dumfries bilan Otabek Shukurov munosabatlariga oydinlik kiritishyapti. Kuman bilan Cannavaro esa bular ortiqcha bir bosimsiz muhokama qilishyapti yakuniga yetgan uchrashuv. Ikkinchi bo'limda mardonavor kurashdik. O'tgan gal birinchi bo'limda vaziyatlar bo'lgan edi. Bu safar esa ikkinchi bo'limda harakat qilishdi yigitlar. Umid qilamizki, bu ikki uchrashuv tayyorgarlik o'yinlari rasmiy o'yinlarda asqotadi. Tariximizdagi ilk mundialda aynan mana shu uchrashuvlar bizga juda ham ko'p saboq bergan ekan deb eslab yuramiz. Zo'r TV telekanalida 2 soat davomida siz bilan birga bo'ldik. Jarayon davom etadi, tayyorgarlik davom etadi. Bir haftadan ko'p vaqt bor Kolumbiyaga qarshi jahon chempionatidagi ilk o'yinimizga. Va mana bu ikkita uchrashuv ancha-muncha material taqdim etdi murabbiylar shtabiga. O'ylaymizki, jamoamiz rivojlanishda davom etadi. Bugun ham yaxshi bir bitikda epizodlar bo'ldi, ammo ishlash kerak bo'lgan vaziyatlarni ham kuzatdik. Siz ham, tomoshabinlar ham o'ylaymanki, o'zlari uchun qayd qilib qo'yishdi va mana Abduqodir Husanov bitta vaziyatda yaqqol goldan qutqardi. Eldor Shomurodovni Virgil van Dijk butun uchrashuv qo'riqladi. Virgilning o'zi top o'yin o'tkazdi, tan olish kerak va oxirgi epizodda ham uning ayb emas menimcha. Va Frenkie de Jong har doimgidek o'z darajasida o'ynadi. Foydaga xizmat qiladigan o'yin tayyorgarlikning final bosqichiga yetib keldik. Oldinda Kolumbiya.
Ushbu uchrashuvni AQShdan, Nyu-Yorkdan, ayni o'yin bo'lib o'tgan stadiondan Davron Fayziyev va Xayrulla Hamidov sharhlab borishdi. Zo'r TV telekanalida Jahon chempionati bahslarini kuzating. Biz davom etamiz. Ko'rishguncha do'stlar.